Aktrisa Feruza Normatova haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Aktrisa Feruza Normatova Instagramda tarqalgan yangi videoda o'ziga nisbatan yozilgan ariza va noto'g'ri ayblovlar haqida keskin munosabat bildirdi. Aktrisaning aytishicha, uning ustidan ma'muriy javobgar shaxs sifatida rasmiy xat yuborilgan, ammo u bu holatni mutlaqo asossiz deb hisoblaydi. Videoda Feruza quyidagilarni bayon qiladi. Biz bir tog'ga chiqmaylik ekan, biz baxtli yashamaylik ekan, mening ham ustimdan yozib berishibdi. Erim meni ham ayblamoqchimisizlar? Uyimizga ma'muriy javobgar shaxs sifatida xat kelibdi. Axir men hech qayerga bormagan bo'lsam, hech kimga tushuntirish xati bermagan bo'lsam, qanday qilib meni aybdor qilishingiz mumkin? O'zim menmanmi o'sha sizlar ayblayotgan odam? Aktrisa shuningdek ayrim mas'ul xodimlarning faoliyatini qayta ko'rib chiqish kerakligini aytib o'tdi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring.